Siz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Bu voqea taxminan 10 yil oldin yuz bergan. O'shanda mahallam bezorilar bilan to'lgan edi. Ular pulimni tortib olishardi. Ular doim tor ko'chada to'planib, o'tgan odamlardan pul undirardi. Ammo uyimga boradigan yo'l shu yerdan o'tgani uchun ularga duch kelardim. Bir kuni chidolmay pul bermasligimni aytdim. Ular esa meni kaltaklashdi. Uyga yig'lab kelgan edim. G'azab va og'riqdan o'zimni tuta olmadim. Oxiri qasos olishga ahd qildim. Biroq avvaliga bunday emas edi. Bularning barchasi ko'chada ko'rgan e'lonimdan boshlandi. Unda qora sehrlar qasos xizmati deb yozilgan edi. Qiziqib qo'ng'iroq qildim. Ular qora jodugarga tegishli ekan. Ular jazolamoqchi bo'lgan odamingizni jazolash xizmatini taklif qilishdi. Oxiri qiziqish va shubha bilan u yerga borishga qaror qildim. Men bordim. Yetib kelishim bilan eshikni ochganimda ko'plab katta skelet modellari turar edi. To'satdan ular menga qarab g'ichirlab yugurdi. Qo'rqib orqamga yiqildim, lekin o'zimga kelganimda skeletlar qimirlamay turardi. Bir lahzaga illyuziya ko'rgandek edim, ammo ular rostdan harakatlanayotgandek tuyuldi. Ichkarida o'tirgan odam dedi: "Siz ko'rgan va ko'rmagan narsa ikkalasi ham haqiqat. Siz hozirgina ko'rgan narsa haqiqatdir." Men uning sehri borligini tushundim. Uning oldiga yugurib borib dedim: "Men jazolamoqchi bo'lgan odam bor. Buni qanday qilishim mumkin?" U menga menyu berib nima bo'lsa ham aybni olmasligini aytdi. Men mayli dedim. U bergan qog'ozda tanlash uchun ko'plab yirtqichlar bor edi. Eng kichik jinlardan tortib 3 boshli it va 5 boshli ilongacha. Yer osti dunyosining turli maxluqlari tasvirlangan edi. Har bir maxluqni chaqirish narxi ham har xil edi. Nihoyat hatto u yerda iblis ham bor edi. Iblis chaqirish narxi juda yuqori edi. Titroq ovozda so'radim: "Iblisni chaqira olasizmi?" U mumkin, lekin qaytib ketishi unga bog'liq. U juda ham vahshiy. Men uzoq o'yladim. U dedi: "Qaror qila olmasangiz, o'zingiz sinab ko'ring. Ularni chaqiraman. Ko'rib qaror qiling." Men gargoylga o'xshash jinni tanladim. U sehr o'qidi. Biroz o'tgach, xona butunlay qorong'u bo'ldi. Yirtqich ovozini eshitdim. Oldimda ulkan gargoyl jin paydo bo'ldi. U bo'ynimdan ushlab meni havoga ko'tardi va kuldi. Og'riqdan ingragancha dedim: "Bas, yetadi, bas, yetadi." Keyin sehrgar jilmayib aytgandim: "Haqiqiy." Biroz o'tgach, gargoyl tutundek g'oyib bo'ldi. Men yerga yiqildim. Darhol shartnoma tuzdim. U jinni xohlaganimda chaqirishni aytdi. Bir necha kundan so'ng bezorilarni yana xiyobonda ko'rib, yashirincha orqalariga berkinib, qora jodugarni chaqirdim. U sehr o'qidi. Biroz vaqtdan keyin xiyobon juda qorong'u bo'lib qoldi. Keyin bezorilar baqira boshlashdi. Yaqindan qarasam, gargoyl ularni bo'ynidan ushlab, shafqatsizlarcha yerga uloqtirayotgan edi. Ular vahimada qochmoqchi bo'lganida gargoyl ularni ezib tashladi. Xiyobonni qichqiriq, na'la va yordam so'rash ovozlari to'ldirdi. Ko'rayotganlarimga ishonish qiyin edi. Biroz o'tgach, yo'lovchilar qichqiriqni eshitib, militsiyaga qo'ng'iroq qilishdi. Militsiya kelganida bezorilar polda yotib, nafas ola olmay qolishgandi. Politsiya ular o'zaro urushgan deb o'yladi. Bezorilar ularga maxluq hujum qilganini aytishdi, lekin militsiya ishonmadi. Ularni tez yordam olib ketdi. Keyin eshitdimki, barcha bu bezorilarning suyaklari singan, a'zolari shikastlangan ekan. Shuning uchun jarrohlik qilindi. Ular ruhiy davolanishga ham yuborildi, chunki mutaassil maxluqlarni ko'rganini aytishardi. Shundan so'ng ular tor ko'chalarda boshqa ko'rinmadi. Eng qizig'i shundaki, bu barchasini men qilganimni hech kim bilmaydi.